Avrachishga siqilib qopsan. Maktabga ustoz qilish kerak, ustozim yo'q. Qatay kiyinasan o'zi. Magazindan, bozordan pulim qolmasa, aravadan kiyinaman. O'zingiz qayerdan kiyinasiz? Men endi Turkiya, Istanbul, Dubaylardan kiyinaman-da, katta joylardan kiyinaman-ku. Men yana seni katta akam vaqtda yuribdi. Nimaga? Ha, akamni sochini kiyyapsan, ko'chaga kiygan ishtimasi yo'q. Endi aka-ukalar bir-birini sochini kiyib katta bo'ladi-da. Ha, yo'qmi seni o'zingni soch? Yo'q, ishtimam yo'q, mayda formam yo'q. Hozir ikkovingni zo'r joyga olib borib kiyintiraman. Yuringlar ketdi. Xullas sizlarni bugun men bitta oydan kiyintiraman. Yes. Qani ketdi? Tez kunda Mittoy bolalar supermarketda ikkinchi filiali Gorte makaroni kechasi ochilyapti. Aksiya va yangiliklardan birinchi bo'lib bilmoqchi bo'lsalaringiz, pastdagi Mittoy Kukurda kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar.